Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun HTML darslari bo'yicha 5-darsga yetib keldik. Xo'p, oldingi darsda demak biz tanishib chiqqandik o'sha ro'yxat turlari bilan, tartibli, tartibsiz ro'yxatlarimiz bor ekan. O'shalar bilan demak to'liqroq batafsil darajada tanishib chiqqandik. Endi bu darsda sizlar bilan o'sha sahifaga video, audio joylashtirish teklari bilan demak tanishib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi ishni demak har doimgidek papka yaratish bilan boshlaymiz. Biz yaratib olgandik umumiy HTML darslari degan papka. Birinchidan demak 5-dars deb papka ochib olamiz. 5-dars. Xo'p, yaratgan papkamizni VS Code dasturida ochib olaman. Xo'p, bugungi dars uchun bitta HTML fayl yaratib olaman demak. index.html mana shu holatda demak strukturani chiqarib olaman. Xo'p, o'tish holatda demak men o'sha har doimgidek darslarda to'g'ridan-to'g'ri amaliyot bilan, kod yozish jarayoni bilan tushuntirib ketaveraman. Slayd taqdimotlar bilan o'tmayman. Offline darslar ham xuddi shunday. Hech qanaqa slayd qo'yib, men vaqt ketkazib, naqd o'tirmayman deb to'g'ridan-to'g'ri amaliyot bilan o'sha klaviaturada kod yozish jarayoni bilan tushuntirishga demak harakat qilaman. Xo'p, birinchi demak video joylashtirish elementi tagi video tagi ekan. Video. Video tagining ichida demak source tagi kerak bo'lar ekan bizga o'sha faylni chaqirish uchun. Source. Buning ichida source atribut orqali demak video faylimizni chaqiramiz. Demak biz video faylimiz qayerda joylashgan bo'lishi kerak? O'sha yaratgan papkamiz ichida. 5-dars deb yaratgan papkamiz ichida videomiz o'sha joylashgan bo'lishi kerak. Ana endi men bitta video olamanda. Xo'p, qayerda video qo'yildi? Zagruzkida, masalan, mana Laravel bo'yicha chiqargan darslarimizdan bitta nusxa olib, o'zimizni nimaga papkaga tashlab olaman. Yaxshi. Xo'p, e'tibor bersak, video nomi uzun, o'sha noqulay bo'lib nima qilingan, nomlangan bizni chaqirishimizga. O'shaning uchun o'zimizga ixcham qilib nomlab olamiz. Masalan, oddiy Laravel video deb qo'yaman. Bunaqa nomi deb shunchaki fayl nomi. O'zimiz xohlagan nom bilan bersak bo'ladi. Oddiy video deb qo'yish mumkin yoki Laravel deb qo'yish mumkin. O'zimizga qulay qilib nomlab olamiz va o'sha nomni demak biz bu yerda chaqiramiz. Mana e'tibor bersak, video fayl tushdi papkamizga. Endi source ga o'sha fayl nomi bilan chaqiraman, demak Laravel video. Laravel video dot o'sha tochka qo'yganimdan o'zi chiqarib beradi. Import. Mana shu holatda. Keyin buni tipini ham ko'rsatib o'tishimiz kerak. Demak, tip atributi bilan, o'sha type atributi bilan video deymanda formatini yozmayman. Demak, biz yuklayotgan video fayl qanaqa formatda ekan? MP4 formatda. Yozib qo'yishim kerak. MP4. Mana shu holatda. Shu holatda natijani bitta tekshirib ko'ramiz. Demak, natija tekshirish uchun qanday ketma-ketlik bajarishni bilamiz. Son chanel tugmasini bosamiz. Open with live server bosadigan bo'lsak, demak bizning natija avtomatik o'sha brauzerda ko'rinib chiqib keladi. Xo'p, mana shu holatda e'tibor bersak, video qo'yilish tugmalari, o'sha kattalashtirish, ovozini ko'tarib pasaytiradigan holatlari yo'q. Shunchaki rasm holatda bizga ko'rinyapti, qotib turibdi bo'ldi. Bu holatni oldini olish uchun bizga har doim kerak bo'lar ekan o'sha video uchun controls degan atribut. Controls. Demak, shu narsa yoddan chiqmasin, controls atributi yozilishi shart. Demak, controls atributi yoddan chiqdimi, yozilmadimi, biz video fayl qo'ya olmaymiz. Oddiy rasm holatda saqlanib turadi. Mana endi controls atributini yozgandan keyin, demak, play tugmalari, mana bu holatlari bizga chiqib keladi. Play tugmasini bosadigan bo'lsam, video faylimiz qo'yila boshlaydi. Controls atributi xuddi shu vazifani bajarib turadi. Endi qo'shimcha atributlari bilan demak tanishib chiqamiz. Qo'shimcha atributlar bilan controlsdan keyin autoplay muted degan nimasi bor? Atribut. Autoplay muted. Xo'p, bu nima vazifani bajaradi? Autoplay demak avtomatik sahifa ishga tushganda video
o'sha qo'yilib boshlanadi. Men play'ni bosmagan taqdirda ham video fayl qo'yilib boshlanadi. Muted degani ovoz o'chiq holatda boshlanadi. Mana tekshiradigan bo'lsak, mana hech qanaqa men play tugmasini bosmadim, o'zi avtomatik qo'yilib boshladi. Ovozi ham muted holatda turibdi. Men buni bosadigan bo'lsam, demak, ovozi ishlaydigan holatda chiqadi. Tushunarli? Demak, autoplay, muted nima vazifa bajarish kerakligi. Shu holatda yana boshqa videolar yuklab davom ettirib ketishimiz mumkin. Bitta narsasiga e'tibor beramiz, yana aytib o'taman. Format agar MP4 bo'lsa bitga MP4 yozamiz, VMV bo'lsa VMV, OGG bo'lsa OGG. Endi bilamiz, videoni qanaqa formatlar mavjud ekan. Ko'proq holatlarda MP4 formatli video fayllar yuklanadi. Bu video fayllarni o'sha boshqa brauzerlardan muammosiz yuklaydi o'sha MP4 formatdagi videolarni. O'sha Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer bo'ladimi, muammosi ochadi. Boshqa fayl formatlarda, demak, masalan, xuddi shundan bitta kopiya qilaman. Yozib ko'raman. Masalan, OGG formatdagi video bo'lsin. Endi bu formatdagi video fayli yo'q bizda. Prosta endi tushuntirish uchun yozyapman. Buni ham nimaga o'zgartirib qo'yishim kerak? OGG ga o'zgartirib qo'yishim kerak. Shu holatda brauzerimiz tanimay qoldi, masalan. Mana shu holatda endi bu birinchi videomiz. Opera yoki Internet Explorerda ochdik. Mana bu videoni tanimadi-da. Endi shu tanimagan holatda biz xatolikni yozib qo'ysak bo'ladi. Endi tanimadi degan misol xato bo'ladi. Brauzer support qilmagan bo'ladi bu videoni. Tushunarlimi? Google Chrome yoki biz foydalanayotgan brauzer support qilaveradi. Endi hozir bu formatdagi video yo'q, shuning uchun bizga ko'rinmaydi. Demak, support qilmagan holatda bizga qanaqa xabar chiqishi kerak? Masalan, yozib qo'yishim mumkin. Browser does not support. Demak, brauzerimiz buni support qilmaydi. Brauzer buni nima qilmadi? Tanimadi degan holatda bizga xabar chiqib keladi. Shu holatda boshqarsak bo'ladi. Demak, tushunarli, qisqa video joylashtirish elementi, demak, quyidagicha boshqarsak bo'ladi. Keyingi biz tanishadigan element, demak, audio elementi ekan. Audio. Bu o'sha nomi bilan o'sha bizga tanish, demak, audio joylashtirish elementi. Audio. Bunda ham xuddi shunday bir xil source tag orqali o'sha saytga atribut orqali audio faylni chaqiramiz. Xo'p, men bitta audio fayl tashlab olaman. Zaybeskda, masalan, tamom audio fayl bor ekan. Xuddi shuni olaman-da, yaratgan papkamizga tashlab olamiz. Buni ham xuddi shunday o'zimizga ixcham holatda nomlab olaman. Masalan, oddiy audio deb qo'ying. Audio. Keyin chaqirishda, demak, audio deb chaqiraman. E'tibor bersak, audio faylimiz ham o'sha nima qo'shilgan, MP3 formatda ekan, o'sha MP3 formatda ekan. Audio fayllarning ham demak bir qancha formatlar mavjud. Biz ko'proq foydalanadigan MP3 format. Chunki buni o'sha hamma brauzer nima qiladi? Support qiladi. Hech qanaqa xatolik, muammolar bo'lmaydi. Shuning uchun men tavsiya qilaman o'sha audio yuklayotganda MP3, video yuklayganda o'sha MP3 formatdagi fayllar yuklashdi. Demak, buni chaqiraman. Xuddi shunday audio deb tochkadek ko'rsatgan bo'lsa, men chiqarib beradi. Bunda ham xuddi shunday tipini berib qo'yishim kerak. Tip, demak, qaysi tipga tegishli bo'ladi? Audio tipiga tegishli bo'ladi. Audio bunga MPEG, o'sha MP3 holatda yozib qo'yish kerak bo'ladi. Xo'p, natijani tekshiradigan bo'lsak, bizga autoplay o'sha nimasi audioni playlist chiqmaydi. Chunki chiqmagani sababi bunda ham xuddi shunday videodagidek, demak, controls atributi bo'lishi shart. Controls. Buni yozib bo'lgandan keyin tekshirsa, demak, bizga autoplayda o'sha nimasi chiqib kelgan bo'ladi. Playlist. Tekshiradigan bo'lsak, men bosadigan bo'lsam, demak, play boshlanadi. Shu holatda eshitib davom ettirsak bo'ladi. Bunda ham qo'shimcha muted atributi bor ekan. Muted. Demak, boshlang'ich holatda o'sha ovoz o'chiq holatda chiqadi. Men buni bosadigan bo'lsam, ovoz chiqmaydi. Buni keyin yana bir marta bossam, ovozi bizga eshitilgan holatda chiqadi. Tushunarli? Demak, video bilan audio element bir-biridan unaqa katta farq qilmaydi.
bir xil struktura. Mana bu demak ikkalasi ham kontrol atributida bo'lishi shart. Shu tomoniga e'tibor beramiz. Mana bu typelarni iloji boricha yozib ketish yoddan chiqmasin. Chunki bu ham o'sha xatolikni oldini oladi. Tanimay qolish mumkin bu video va audiolarni. Shu holatda demak yozib ketishga harakat qilamiz. Demak, bu darsda biz video audio elementlar bilan qisqacha o'sha tanishib o'tdik. Keyingi darslarda o'sha amaliy qismlarga kelganda proyektlar davomida ham to'liqroq tanishga harakat qilamiz. Hozircha salomat bo'ling.